Shunday o'tama qamalda qilganlar bugun so'zlaydigan darsimiz bek muhim. Maydasinda tormoz qana, may qana deb mana izlay yurishning hojati yo'q. Putunun 5-ni to'liq shar qilib keltirib, shunday o'tama qamalda qilganlar bugun so'zlaydigan darsimiz bek muhim. Shu 3-ni turga yangidan 0 seviyadan chiqqan bolalar shu ko'pincha holatda maydasinda may topolmay tormozda saygan, tormozda mayda sep solgan, lihajini desni desemaydigan, lihaj desemanda putunlarga kep bo'g'icha vaqti xod to'yletmay, vaqt uzrabda xod vaqt to'ylet bo'lmas sababdan keyingi ishlarga ta'sir etgan bolalar diqqat qilinglar. Men sizlarga bugun shu mayning, tormozning, lihajining putumizning turish holati, ishlash usuli men tepsi to'q tushuntirib qo'yay. Sizlar asosida shu mashina haydashdagi eng muhimi shu putunninki shu tormoz, may, lihaji o'lcham desish avvali bek muhim. Siz shuni o'lchamlik holatda desemizlar, vaqti xod to'ylet bo'lmaslik, vaqtida xo'jqullik bo'lmaslik, xod vaqtida joy tushmas degan nurg'un omillar munosabatlar. Mesela şunu sayıdığından kambalar dikkat qilinglar, ma'ni payını qilinglar. Yana shu gonjoqlik bu yo'lga yo'llab qo'ysanlar, boshqa qiynayotgan bol paylanib qolsa oldi. Men putonning turish holatini tushuntirib qo'yay. Normal mayqina tormoz topolmaygan bolalar alohida diqqat qilinglar. Qo'l xot mashina degan changda shunda uchtal tep bo'ldi. O'ng tarafdagi chatkisi may, o'ttirdagisi tormoz, mas'ul tarafdagisi lihaji. Bu lihajini ishlatish usullab qolsam, bu lihajini sizlar birga shu xot sağgan chog'da yani birga shu to'xtatgan chog'da ishlaydi. Bu lihajning asos jiqishlash roli yo'q. Sizlar xot sağganday xotdan chiqarganda to'xtatgan chog'da ishlaydi. O'tishib qolmaslikqa foydasi bor. Sizlar shu lihaj desgan chog'da bekda qilgan nuqtani olib qolsa, bizga chal desab qolasizlar. Yani bizga lihajni topolmaydigan ish chiqadi. Lihaj desdan deb yang puton ketib qoldigan, matik manda chirib qoldigan